2025-yil 16-oktyabr holatiga ko'ra Isroil va Hamas o'rtasidagi to'xtatib turish, ya'ni kelishuvning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlandi. Ammo ikkinchi bosqichga o'tishda jiddiy to'siqlar paydo bo'lmoqda. Bu kelishuv AQSh prezidenti Donald Trampning tashabbusi bilan 9-oktyabrda Misrdagi Sharm-ash-Shayx shahrida imzolangan bo'lib, unda tirik garovlar va mahbuslar almashinuvi, yordam yuklarini kirishi va keyinchalik Hamasning qurolsizlanishi ko'zda tutilgan. Biroq garovlar jasadlari masalasi va yordam cheklovlari tufayli keyinchalik nozik holatda qolmoqda. Bugungi videomiz davomida ayni shu mavzularga to'xtalamiz. Garovlar va mahbuslar almashinuvi yakunlandi. Hamas 20 nafar tirik isroillik garovni qo'yib yubordi. Ularning aksariyati 2023-yil 7-oktyabrdagi hujumdan beri asirda bo'lgan. Isroil esa taxminan 1968 nafar falastinlik mahbusni ozod qildi. Jumladan 33 yildan beri qamoqda bo'lgan Mahmud Issa kabi uzoq muddatli mahbuslar shular jumlasidandir. Bu jarayon oilalar uchun quvonch keltirdi, ammo bu oxir emas degan fikr ustunlik qilmoqda. Jasadlarni qaytarishdagi kechikishlar ham mavjud. Jumladan Hamas 8 nafar garov jasadini topshirdi, ammo 28 tadan qolganlarini topa olmasligini aytmoqda. Isroil bu savol bo'yicha vositachilarga, ya'ni Qatar va Misrga yuzlanib, norozilik bildirdi. Ularga Hamasga nisbatan bosimni oshirishni talab qilmoqda. AQSh bu jarayonni uzoq muddatli deb hisoblaydi va Hamasning kelishuvni buzayotganini inkor qilmoqda. Keling bu jarayonga qisqa sharh beramiz. Bu kechikish tinchlikka xavf tug'dirayotgan birinchi belgilar, ya'ni Isroil yordam yuklarini cheklash bilan qo'rqitmoqda. Bu esa G'azodagi ocharchilikni yanada murakkab jarayonga olib kelishi mumkin. Yordam yuklari kirishi kuchaydi, ammo cheklovlar hamon saqlanib qolmoqda. Kuniga 700 dan ortiq yuk mashinasi Rafah va Kerim Shalom chegaralaridan o'tmoqda. Jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining maqsadi bo'lgan 1200 ta yuk mashinasi. Ammo Isroilning cheklovlari tufayli Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastin qochqinlari bo'yicha agentligi ko'proq yordamni talab qilmoqda. G'azo aholisining 1,5 milliondan ortig'i uysiz va ocharchilik xavfi ostida turibdi. Falastinliklar Shimoliy G'azoga qaytmoqda. Aholi vayronaga aylangan uylariga qaytmoqda, ammo infratuzilma, ya'ni suv tozalash inshootlari kabilar 60% gacha vayron bo'lgan. Falastin bayroqlari ko'tarilmoqda, ammo qayta qurish vazifasi ulkan bo'lib qolmoqda. Jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taxminlariga ko'ra, bu jarayonga yillar talab etiladi. Ammo bu qaytishlar ramzi, lekin Isroilning sariq chiziq, ya'ni G'azoning 53% ni nazorat qilishini saqlashi va yordam cheklovlari tufayli tinchlikning mustahkamlanishi qiyinlashmoqda. Hamas qurolsizlanishni rad etmoqda. Kelishuvning ikkinchi bosqichiga binoan Hamasning to'liq qurolsizlanishi va G'azoda texnokratik hukumat o'rnatilishini nazarda tutadi. Ammo guruh bu talabni qabul qilmayapti. Tramp Hamas qurollarini tashlamasa, biz buni zo'rlik bilan bajaramiz deya ogohlantirmoqda va G'azoni Riveriyaga aylantirish rejasini e'lon qildi. Bu jarayon Saudiya va Birlashgan Arab Amirliklari mablag'lari bilan bo'lishi mumkin. G'azodagi ichki to'qnashuvlar kuchaymoqda. Hamas qurolli jangarilar va politsiyani joylashtirib, qoyillar va hamkorlarni nishonga olmoqda. So'nggi kunlarda 14 nafar falastinlikni qatl etilganligi ham ommaviy axborot vositalarida kelmoqda. Boshqa guruhlar, masalan, Al-Astal guruhi bilan to'qnashuvlar yuz bermoqda. Isroil bu holatni Hamasning nazoratni mustahkamlashi deb baholamoqda. Hamasning ichki repressiyalari falastinliklar orasida norozilikni kuchaytirmoqda, ammo qurolsizlanishni rad etish tinchlikning ikkinchi bosqichini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Bu Isroilga jang davom etadi deb aytish uchun bir bahona berishi ham mumkin. Trampning roli va global reaksiya qanday bo'lmoqda? Tramp Isroilda nutq so'zlab, jang tugadi deb e'lon qildi, ammo bosimni kuchaytirishda davom etmoqda.
Bu jarayonlarni Turkiya, Qatar va Husiylar qo'llab-quvvatlamoqda. Ammo Pokistonda noroziliklar va Marokko, Indoneziya kabilarda namoyishlar davom etmoqda. Jumladan, Pokistondagi norozilik namoyishlarida 180 dan oshiq o'lim holatlari ham qayd etildi, deyiladi xabarlarda. Bu tinchlik birinchi bosqichda insonlarga umid berdi. Garovlar qaytishi va yordam kirishi G'azo aholisi uchun nafas olish imkoniyatini berdi. Biroq Hamasning qurolsizlanishni rad etishi va ichki repressiyalari, Isroilning yordam cheklovlari tinchlikni bir uchqun masofada qoldirmoqda. Trampning bosimi bu jarayonlarga ijobiy tus berishi mumkin, ammo zo'ravonlik tahdidi yangi inqirozga olib kelishi ham ehtimoldan xoli emas. Falastin tomonidan bu g'alaba deb baholansa-da, Isroil uchun jang tugamadi. Ikki tomonning o'zaro ishonchsizligi mintaqani yangi xavfga duchor qilishi ham mumkin. Bularga kelajakda Misrda o'tkazilayotgan ikkinchi bosqich muzokaralari hal qiluvchi bo'lishi mumkin.